O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33 yilligi munosabati bilan Xo'jaobod tuman axborot kutubxona markazi xodimlari muborakbod etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 62-moddasi. Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 80-moddasi. Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 87-moddasi. O'zbekiston Respublikasi qonunlari Qoraqalpog'iston Respublikasida ham majburiydir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 147-moddasi. O'zbekiston Respublikasi o'zining yagona moliya, pul va bank tizimiga ega.